Assalomu alaykum do'stlar, men Kinomanman va bu boshlovchi film. Omad shouga keldik deb o'ylagan bechara yoshlar aslida omadsizlikka uchraganliklarini juda kech tushunib yetishdi. Videoni tomosha qilishdan oldin mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Qo'rqinchli va qorong'u xonada og'riqlardan dod solayotgan Jek kameralar oldida ko'z yosh to'karkan, boshlovchi uni g'alaba bilan tabriklaydi. Unga barchasi tugaganidan so'ng uyga qaytishga so'z berishgandi, biroq boshlovchi avval final raundidan o'tishi kerakligini aytadi. Jek oldidagi 3 ta qutidan birini tanlashi lozim edi. Baxtga qarshi Jek tanlagan quti ichida to'pponcha joylangan ekan. Harakatga kelgan mexanizm daqiqa o'tmasidan Jekni asfala sofiniga ravona qiladi. Ayni damda 4 ta qon ko'zlar dam olgani tog'dagi dachalarga kelishadi. Bugun Anitaning tug'ilgan kuni edi, demakki, kallalarga kelgan it qiliqlarni qilishlari mumkin edi. Tunda haqiqat yoki jasorat o'yinini o'ynashadi, biroq Anita navbatini o'tkazib yuboradi. Melissa esa unga vazifa berishini so'raganida, James unga Anitadan bo'sa olishni buyuradi. Bu esa jinsida podozreniya bo'lgan Anitaga yoqib tushib jon deb bajaradi. Bundan so'ng James qurbaqa ket labini cho'chchaytirib kelganida Melissadan rad javobini oladi va o'zini yerga urilgan his qilib u yerdan chiqib ketadi. Kutilmaganda tashqarida shovqin eshitiladi. Matthew buning shunchaki shamol ekanligini aytib xavotirga hojat yo'qligini ta'kidlaydi. Biroq shovqin yana takrorlanadi. Melissa militsiya chaqirishni taklif qilganida James maymun tuklarini maqtab geroylarday tashqariga chiqadi. Butalar orasidan kamera topib olgan yigit uni uyga olib kiradi. Qolganlar buni ko'rib hayron qolishadi. James esa kamera yozuvini ko'rmoqchi bo'ladi, biroq bu fikr Anitaga yoqmaydi va kassetani sindirib tashlaydi. Bundan jahli chiqqan James boyligini ro'kach qilib qizni haqoratlab ketadi. Bundan so'ng barcha o'z katagiga kirib ketadi. Ayni damda sirli kimsa uyga sezdirmasdan kirib oladi. Dushda ishqalanayotgan James eshik ochilganligini ko'rib britvasi bilan himoyalanmoqchi bo'ladi. Bu esa Melissa bo'lib chiqadi. Melissa uni yoqtirishini aytishi bilan Junbosh 3-oyog'ini maqtashni boshlaydi. Biroq qiz o'rmon ichidagi sabzisi ko'rinmayotganligini aytib uni mazax qiladi. Pastda axlatlarni tozalayotgan Matthew ortidagi sharpani ko'rmaydi. Axlatni tashlab ortiga qaytgan Matthew Anitaning hushsiz ekanligini ko'rib dahshatga tushadi. Bundan so'ng Melissaning oldiga kiradi va u ham Rapunzelni yoqib olgan edi. U Jamesga qo'ng'iroq qilarkan, sirli kimsa uni ham 7-osmonda sayr qildiradi. Yigit hushini yo'qotmasidan oldin tashqariga chiqib olishga ulguradi, biroq uzoqqa keta olmaydi. Bir qancha vaqtdan so'ng 4 o'g'lon devorga kishanlangan holda o'zlariga kelishadi. Ularni qo'lga olgan odam xonaga kameralar o'rnatib chiqib ketadi. James zanjirdan xalos bo'lishga urinarkan, manyak o'z xonasida ularni kuzatuv kameralari orqali tomosha qilib o'tirardi. Bundan so'ng ularning oldiga kirgan manyak o'zini boshlovchi Barry deya tanishtirib, bo'yinlariga bog'langan zanjirlarni harakatga keltiradi. Keyin esa teskari sanoq sanab omad shou boshlanganligini e'lon qiladi va o'zicha tomoshabin deb hisoblaydigan manekenlarni ko'rsatadi. U soxta olqishlar ostida ishtirokchilarni tanishtirib chiqadi va Anita uning ularni tanishidan hayron qoladi. Barry ularning Sulifa o'ynashini istaydi, biroq ular garang holda turishgach, Barry reklama e'lon qilib xonasiga kirib ketadi. James buning qandaydir reality show bo'lishi mumkinligini aytganida, Anita hech kim ishtirokchilarni uxlatib qo'yib shouga olib kelmasligini ta'kidlaydi. Birozdan so'ng Barry qaytib keladi va kelgan joyidan davom ettiradi. Oldiniga natijalar turli xil bo'ladi va Barry oldin qizlar o'ynashini ta'kidlaydi. U Anitaga agar uni yutsa, sovg'a tanlashi mumkinligini aytadi. Anita qog'oz, Barry esa qaychi tanlaydi. U g'irrom qilganligini tan olib sovg'a sifatida qaychi yoki otishni tanlashini so'raydi va u otishni tanlaydi. Melissa birinchi raundda qog'ozni tanlaganligi uchun Uzkart bilan uning og'zining burchagini kesadi. Matthew toshni tanlagandi va shunga mos boshidan zarba oladi. Bundan so'ng qaychi bilan Jamesning barmog'ini kesadi. Anitaga esa to'pponchadan o'q uzmoqchi bo'ladi, biroq bu zajgalka bo'lib chiqadi. U buning o'rniga Anitani devorga urib hushidan ketkizadi. Bir necha soatdan so'ng qaytib kelgan Barry og'riqlar barabanini ko'rsatadi. Barcha rahm qilishni so'ragach, Barry bonus raundida barchaga imkon berishini ta'kidlaydi. Bundan so'ng unga barabanni aylantirtiradi. Barry unga baraban tanlovidagi teleskopelni beradi. Melissa unda tasvirlangan 3 ta shaharni xatosiz ayta olsa, g'olib bo'lardi. U Parij shahrini to'g'ri aytadi va keyingi suratga o'tkazishi bilan ko'ziga igna yaqinlashadi. Ikkinchi shahar Nyu-Yorkni ham taniydi, biroq uchinchisini topa olmaydi. Barry uni jazolashi kerakligini aytganida barcha unga yana bir imkon berishini so'raydi. Melissa yana bir imkonga ega bo'ladi, biroq suratni o'tkazishi bilan ko'ziga igna kirib ketadi.
Bundan dahshatga tushgan do'stlari baraban aylantirishdan bosh tortishadi va Barri buni Jeymisning o'rniga o'zi qiladi va sevimli sovg'asi tushadi. U drelni olib xona bo'ylab Jeymisni quvishi kerakligini aytadi, biroq uning gapdorligi unga yoqmaydi. Shu sabab u tanga tashlaydi va Jeymis yutadi. Bundan so'ng drelni Anitaga berib, Metyuning qulog'ini mixlashni buyuradi. Agar bunday qilmasa, u Melissa va Jeymislarning qulog'ini mixlardi. Teskari sanoq boshlangach, ilojsiz qolgan Anita Metyuning qulog'ini mixlab qo'yadi. Anita drelni tashlab yuborib uni sindirib qo'yadi va buni ko'rib tutaqib ketgan Barri uni qoidalarni buzganlikda ayblaydi va kameradan kasetani chiqarib olib xonasiga kirib ketadi. U kasetaga Metyuning ismini yozib, boshqa kasetalar oldiga qo'yadi. Bir necha daqiqadan so'ng Barri keyingi raund qolganlardan ozgina farq qilishini ma'lum qiladi. Ekranda o'yin nomi e'lon qilingach, u qoidalarni tushuntiradi. Bitta savolga barcha javob berishi lozim. Eng yuqori ball yiqqan ishtirokchi g'olib bo'ladi. Demak, savol: Barri 100 ta odamdan eng ko'p og'riydigan tana qismlarini so'ragan. To'g'ri javobga yaqinroq javob bergan odam g'olib bo'ladi. Metyu bosh, Melissa tizza, Anita esa qorin deb javob beradi. Jeyms esa Barrini urishga urinadi, biroq zanjir bunga qarshilik qiladi. Barri javoblar yozilgan qog'ozlarni oladi. Birinchi raqam bosh, ikkinchi raqam mushaklar, uchinchi raqam bo'yin va to'rtinchi raqam oyoqlar. Metyu bu javoblar yig'indisi 100 ballga yetmasligini payqaydi. So'nggi javobni olgan Barri esa javob qorin bo'lganligini aytadi. Bu esa Melissa mag'lub bo'ldi degani edi. Barchani devorga tiragan Barri gidravlik pressni ishga tushirib, uni Melissaning boshi ustida to'xtatadi. Bonus raundini e'lon qilgan manyak ishtirokchilardan kim Melissa bilan o'rin almashishni istashini so'raydi, biroq ular buni istashmaydi. Shunday ekan, Barri pressni ishga tushiradi va u Melissaning miyasini chaqib qo'yadi. Bundan so'ng kasetani olgan manyak Melissaning jasadini ozod qiladi. Bir necha soatdan so'ng televizor bilan qaytib kelgan Barri unda Rebekaning azoblarini qo'yib beradi. Bundan so'ng Anitaning oldiga borib niqobini yechadi va qiz undan uzr so'ragach yana niqobini taqadi. Barri xonasiga ketgach, Jeyms uni qayerdadir ko'rganligini aytadi. Metyu esa Anitaning oldinlari Barri Millerning shouida ishlaganligini ma'lum qiladi. Barri Miller juda mashhur shouning boshlovchisi bo'lgandi. Anita esa uning guruhida ishlagan. Kunlardan birida u va hamkasblari uning jinoyatlaridan oqlanganligi haqidagi yangilikni ko'rib qolishadi. Sababi uning qurbonlari arizalarini qaytib olishgandi. Jek qurbonlardan birida yangi mashina bo'lganligini ko'rganligini aytadi, demakki, ularga arizalarni qaytarib olishlari uchun yaxshigina haq to'lashgan. Rebeka kompaniya reputatsiyasi tushib ketmasligi uchun barcha buzuq niyatli xodimlardan voz kechayotganligini payqaydi. Ularning suhbatini Anitaga tort olib kelgan Barri bo'lib qo'yadi. Barri Anitaga teginishi bilan bundan cho'chib ketgan Rebeka undan sovuq qo'llarni qaynoq qizdan olishini talab qiladi. Bir necha kundan so'ng hamkasblari Anitani Barrining ustidan yozishga ko'ndirishadi. Ular esa buning uchun unga yaxshigina maosh taklif qilishadi. Barri qaytib kelgach, Jeyms aslida Anita sabab ishdan haydalganligi uchun ularni emas, aynan Anitani jazolashi kerakligini tushuntiradi. U buning o'rniga unga pul va yaxshigina ish taklif qiladi. Barri o'zini bunga rozi bo'lganday tutadi va mukofot evaziga uning boshini otasiga jo'natishga so'z beradi. Zanjirni tortishdan to'xtamagan Jeyms oxiri uni uzishni uddalaydi va Barriga to'satdan hujum qilib uni yiqitadi, ammo qari tullak elektroshoker bilan barchaning mazasini qochiradi. Bir necha soatdan so'ng o'zlariga kelgan yigitlar qorinlari yorib tikilganligini ko'rishadi. Barri navbatdagi o'yin ichak-chavoq ekanligini aytib, Anitaga pichoq tashlab xonadan chiqib ketadi. U Metyu va Jeymslarning qornida ikkita kalit borligini aytadi. Xonadan chiqish uchun esa eshikni ochish lozim. Buning uchun esa bitta kalit ham yetarli edi. Anita bunday qilishdan bosh tortgach, Barri unda ochlikdan o'lib ketishlarini aytib tahdid qiladi. Jeyms omon qolish uchun qizga katta pul va'da qiladi. Anita oldiniga Metyuni tanlaganday ko'rinadi, biroq so'nggi damda qarorini o'zgartirib, Jeymsning dodlarini alladay his qilib uning qornida yashiringan kalitni oladi. Kalitlarni olgan qiz eshikni ochishga urinadi, biroq uddalay olmaydi. Uning ustidan kulgan Barri esa eshik magnit bilan mahkamlanganligini aytadi. U so'nggi tirik qolgan odam g'olib bo'lishini aytib, Metyuni ozod qiladi. Qo'liga pichoq olgan yigit ikkalasi ham bu yerdan chiqib keta olmasliklarini aytadi va qizdan qonli bo'sa olib, o'z joniga qasd qiladi. Qizni g'alaba bilan tabriklagan Barri xonaga uxlatuvchi gaz qo'yib yuboradi.
Anita o'ziga kelgach, jasadlar g'oyib bo'lganligini va eshik ochilganligini ko'radi. Barrining xonasiga kirgan qiz barcha qurbonlarning yozuvlarini topadi. O'zini biroz epaqayga keltirgach, koridor bo'ylab yurarkan, boshqa xonada o'tirgan Barrini topadi. U qizga so'nggi o'yinni o'ynashni taklif qiladi. Bir paytlar unga qilgan nohaqligini unutishi mumkinligini aytgan Barri qizga qutilardan birini tanlashni buyuradi, aks holda onasini o'ldirish bilan tahdid qiladi. Anita qutilardan birini tanlaydi va uning ichidan 4 chiqadi. Barri tug'ilgan kun qo'shig'ini kuylashi bilan uning yuziga karta bilan zarba bergan qiz u yerdan qochib ketadi. Tashqariga chiqqan qiz qutuldim deb o'ylaydi, biroq elektroshokerni ishga solgan tullak uni qo'lga tushiradi. Barri yuzidagi har bir chandiq uning qurbonlari sonini bildirishini aytib, uning o'ziga o'lim hukmini chiqarganligini ma'lum qiladi. Qizni ichkariga olib kirgan Barri uning aftini tortga tiqib bir necha soniya ushlab turadi, ammo u o'lmaydi. Barri esa bemaza tort uchun uzr so'rab, qizga ketishi mumkinligini aytadi. Ko'p o'tmasdan qizning yuzi qontalash bo'lib yona boshlaydi. Hech nimani ko'ra olmayotganligini aytgan qiz og'riqdan dod solib qochishga urinadi. Biroq holsiz yerga yiqilgan qiz ming azobda eng dahshatli o'lim bilan vafot etadi. Uning oldiga o'tirgan Barri esa sevimli shouning tashrif qo'shig'ini kuylashni boshlaydi. Tamom. Do'stlar, keyingi safar omad shouga kod jo'natishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rishingizni maslahat berardim. Shu sizga kerakmi? Masalan, menga vobshim shart emas. Undan ko'ra 100 ta like bosing, 100 ga kiring. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ciao bambino, la faramito.